Inson qachon kasal bo'ladi? Inson Allohdan g'ofil qolgan paytda, Alloh taolodan g'ofil bo'lgan paytda mana shu xatosi uchun juda ham qimmat narxni to'laydi. Alloh taolo unga dard beradi. Oxiratdan avval mana shu xatosi uchun shu dunyoning o'zida mukofot beradi. Odam bolasi o'zini rizqi va sog'ligiga o'ta ham haris bo'ladi. Rizqini torayib qolishini xohlamaydi, sog'ligini ketishligini xohlamaydi. Odam bolasi jannat uchun yaratilgan. Jannat amallarini, jannatga olib borishi, jannatga kirishiga sabab bo'ladigan amallarni qilishlikka dunyoga kelgan. Inson zotida shahvat istaklar bor. Shariat uni shahvat istaklarini mutlaq inkor qilmaydi. Mutlaq dunyodagi xayriyatlar mahrum qilmaydi, balki shariat uni shahvat istaklarini tartibga keltirib qo'yadi, ramkaga solib qo'yadi.